Hijratning 10-yili payg'ambar alayhissalom vafot etib turgan kasalliklari paytida Musaylama Kazzob u zotga bir maktub yubordi. Payg'ambarlikda u zotga sherikligini da'vo qildi. Xatni uning kotibi Amr ibn Jorat yozdi. Uni ibn Navoh orqali yuborishdi. Xatda shunday deyilgan edi: Allohning elchisi Musaylamadan Allohning elchisi Muhammadga, ammo ba'd yerning yarmi bizga, yarmi Qurayshga, ya'ni senga. Ammo Quraysh insof qilmayapti. Payg'ambar alayhissalom Ubay ibn Ka'bga aytib, unga quyidagicha javob maktubi yozdirdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomdan Musaylama Kazzobga: ammo ba'd yer Allohnikidir. Uni istagan bandasiga meros qilib beradi. Oqibat esa taqvodorlarnikidir. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Musaylamaning maktubini 2 kishi olib kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga: sizlar o'zingiz nima deysizlar dedilar. Ular: biz ham u aytgan gapni aytamiz deyishdi. U zot dedilar: Allohga qasamki, agar elchilarni o'ldirmaslik urf-odati bo'lmaganida, sizlarni albatta o'ldirgan bo'lardim. Payg'ambar alayhissalomning maktubini Musaylama Kazzobga 2 ulug' sahobaning, Zayd ibn Osim va Ummu Umora Nusayb bint Ka'b roziyallohu anhularning o'g'li Habib ibn Zayd Ansoriy olib bordi. Musaylama undan: Muhammad Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berasanmi deb so'radi. U yigit garchi zolimlar qurshovida bo'lsa ham, agar ha deb javob bersa, ular ichidan omon chiqmasligini bilsa ham, qo'rqmasdan baland tovush bilan ha deb javob berdi. Mening ham Allohning elchisi ekanligimga guvohlik berasanmi dedi Musaylama. U eshitmayapman, qulog'im og'irroq deb javob berdi. Yana qaytarib so'radi. Yana shunday javob berdi. Bu hol bir necha marta qaytarildi. Shunda g'azablangan Musaylama uning a'zolarini birma-bir kesishni buyurdi. U esa o'sha gapdan boshqa narsani aytmasdi. Tanasi parcha-parcha etilishiga qaramay, Habib Alloh yo'lida va Rasululloh sha'nini himoya qilib sabr qildi va shu holda shahidlikka erishdi. Payg'ambar alayhissalom Musaylamaning elchilariga nisbatan qilgan muomalalari qanday bo'ldi-yu, Kazzob Musaylamaning qilgan ishi qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhissalom elchilar borasida xalqaro kelishilgan urf-odatlarni hurmat qilardi. Elchilarni garchi eng ashaddiy dushmanlaridan kelgan bo'lsa ham, garchi u zotning huzurlarida kufrlarni oshkor aytsa ham o'ldirmas edilar. Ammo Musaylama uchun xalqaro urflarga hurmat, ahdlarga vafo qilish degan tushuncha yo'q edi. U elchiga o'lim yo'q degan qadim odatni oyoq osti qilib, elchini vahshiylarcha qatl ettirdi. Bu esa bitimlarga rioya etadigan, insonni hurmat qiladigan, islom bilan yer yuzida fasod tarqatishdan boshqani bilmaydigan johiliyat o'rtasidagi farqlardan biridir. Tarixda ham ko'p marotaba payg'ambarimizni haqorat qilish, u zotga tuhmat qilishlar davomiy suratda bo'lib turgan. Ayting ularga ey Muhammad alayhi